Gül do'koniga kirdim. Eng chiroyli guldan birini setib olib, gulchiga onamning adresini berdim. Menga yordam qilib bu guldastani shu adresga yetkazib bergan bo'lsangiz, gulning pulini to'lab o'tib, sirtqa qarab mangdim. Do'konning bo'sog'isida bir kichik bola yig'lab o'ltiradi. "Nimaga yig'laysan?" deb so'radim. "Men onam uchun gul olmoqchi edim, lekin pulim yetmadi", dedi bola yig'lamsirab. "Yur, men bilan do'konga kirgin. Men senga gul elib beray. Uni onangga hadiya qilgin." Uni hayt xushal bo'ldi. "Xohlasang men seni uyingga olib qo'yay", dedim. "Rahmat. Mening onam qabristonda. U bu yerga yaqin." Men bolani quchoqladim. Orqamga o'rilib do'konga kirib, boyi setib olgan gulni qo'limga ilib gulchiga dedim. "Bo'ldi, bu gulni o'z qo'lim bilan onamga hadiya qilay." Mashinamni haydab 200 kilometr yiroqlikdagi onam turayotgan shaharga qarab yurib ketdim. Mikrofon oldida Aliya Bahodir.